O'g'rimizdagi bizga ko'rinib turgan o'sha uzoqdagi cho'qqi So'ron ota cho'qqisi. Shunga chiqamiz nasib. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Joningiz omonmi, sog' salomatmisiz? Bizni bu safargi sayohatimiz So'ron ota cho'qqisida bo'lib o'tadi. So'ron ota cho'qqisiga chiqmoqchimiz. Chiqib kelish pastdan Dumaloq Karzinkan oldidan kirasiz. Mana bu Uchboq qishlog'i. Uchboq qishlog'iga mashinalar qoladi. Bu yog'iga endi So'ron otaga qarab piyoda yuriladi. Oldimizdan kichkina bir kon chiqdi. Toshni kesib olganini qarang. To'rtburchak qilib. Ana mashina chiqib kelishini qarang. Toqqa yurishga moslashganda bu mashinalar. Bu akalar ham o'zini mashinasida chiqib kelishyapti. Biz piyoda chiqamiz. Qo'ylar. Mana bitta vagon bor ekan. Cho'ponlar yotadigan joy. Bu mana yoni qo'ylarni qo'rasi. Qo'ylar kechasi yotadigan joy. Quyosh panellari qo'yilgan. Bu assalomu alaykum. Betlarga bo'ri bormi? Men shu So'ron otaga bir chiqib kelmoqchi edim. Bo'ri bor. Bormi? 3 ta bo'ri. Bir yurtda bittasi adden yurtda. Qo'ylarga sizlarga ziyon bermaydim shunda? Har kuni ketadi qo'ydan. Har kuni qo'ydan ketadi. Ko'p kunduz kun mana bu kechagini sherigim ham oldiryapti mana shu yerda. Mana bu chuqur ichida. Ko'p kunduz kun. Shunda ko'tarib ketgan, borguncha adamay yo'q. Kunduz. Bu o'qishing kerakda bizga. Biz bu ham kelib yetib ketdi. Nima o'g'illar chaqirganman kelib, o'zim qiynalib ketdim. Pasaytirvali. Nima qildingizlar? Buvoni gapiga endi sal seskandim ham, qo'rqdim ham. Lekin bari qiziqishim bor. Yuramiz, cho'qqiga chiqamiz. Piyoda odam uchun bu yo'l hech narsa emas. Eng qizig'i bu yo'ldan hozir bitta tepaga yengil mashina, ya'ni Damas'ni ko'rdim. Mana shundan chiqib ketgan. Tabiatni bir ko'rsatay sizlarga. Oq tog'lar. Manta baland cho'qqilar bor. Adashmasam bu cho'qqini oti Maygachkan cho'qqisi. Mana shu pastdan chiqib kelyapman. Qishloq pastga qolib ketdi. Oq qo'ylar. Bu tomonim qora rangdagi qo'ylar. Mana pastga ko'l bor. Mana bular mavsumiy ko'l hisoblanadi. Qorli tog'lar. Tabiatni asrashga siz ham o'z hissangizni qo'shing.
Musor tashlamang deb yozilgan ekan. Mana shu pastdan Uchboq qishlog'idan chiqib kelyapman. Endi sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Bu yog'i yo'limiz asfalt yo'l qilingan ekan. Bilmadim qayerdan kelib bu yo'l qayerga ketadi. Tekis yo'l. O'ngga burilib ketgan. To'g'rimga turgan cho'qqi maygashgan cho'qqisi. Boya pastdan Damas ko'rdim, tepaga Damas ko'rdim dedim-ku. Bu Damas boshqa joydan kelgan ekan. Yo'limiz tekis bu yoq. Ozoq yuramiz, keyin bizning yo'limiz chapga chiqib ketamiz bu yog'iga endi. Chunki bizani mana tepadagi Suron ota cho'qqisiga chiqishimiz kerak. Qo'yni bo'yniga qo'ng'iroq osilgan. Ko'p yursa kerak deb qo'y. Bo'ldi aka, xo'p, rahmat. Mana shunaqa jarlilardan ham o'tishimizga to'g'ri kelyapti. Bu archalarning hidichi shunday dimoq qurilyapti. Atrofim to'la archa. Adashmasam, mana shu jardan o'tib olsam, u yog'iga to'g'ri ketaman. Ana cho'qqimiz ko'rindi. Faqat bunga pastdan borib tikka chiqqanimiz yaxshimi? Faqat yoki men yon bilan chiqqanim yaxshimi? Hozir mana shu cho'ponlarning ovozi eshitilyapti. So'rab yaqinroq, osonroq yo'ldan chiqishga harakat qilamiz. Mana shuna butazorning ichidan ham o'tishimiz kerak-da endi. Kelgan bo'larmi deylar. Cho'qqigacha oz qoldi. Nasib bir g'ayrat qilsak hozir yetamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. O'zbekistonning eng baland cho'qqisi Hazrat Sulton ota cho'qqisi hisoblanadi. Shaxsabuz tumanida joylashgan. Qashqadaryo viloyati Shaxsabuz tumanida joylashgan. 4083 metr. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida ham Hazrat Sulton ota cho'qqisi bor. Uni balandligi 4643 metr. Hozir yangi cho'qqi kashf etildi, alpinistlar chiqishdi. U 4668 metr. Ya'ni kim o'sha Hazrat Sulton ota cho'qqisidan 25 metr baland. Alpomish cho'qqisi deb e'tirof etildi. Mana shu jar o'pirilgan ekan. Shu o'pirilgan joyda pasti bilan o'tib ketamiz. Xulkar. Qo'y boqaydigan joy ekanda. Qoramol yo'q. Faqat qo'ylar ko'p. Archazor. Ana cho'qqi. Oz qoldi. Bahorda havosi shunisi bilan zo'rda. Ham yomg'ir yog'yapti. Momaqaldiroq bo'lyapti. Hammani quyosh chiqib ketgan. Qalin archazorning ichidan ketyapman hozir. Mana shu yo'ldan chiqib kelaman. Tepaga qarab chiqishim kerak. Buna qalin o'rmonlarga juda ehtiyot bo'lib yurishingiz kerak-da, sababi kelasiz. Sal oyoqsiz toyib ketsin,
o'pirilgan joylari bor. O'rmonni qarang. To'la archa. Orqamdagi cho'qqi. Mana shu o'rmonning ichidan chiqib kelyapman. To'g'risini aytsam, egilgan holatda chiqib keldim. Juda qalin chakalakzor ekan. Ana cho'qqigacha oz masofa qoldi. Nasib yarim 1 soatlarga yetamiz. Tabiati zo'r. Ora-orada 10 minutda yomg'ir ham yog'ib olyapti. O'sha yomg'ir yoqqan paytda archaning tagiga panasiga o'zimni urib, yomg'irdan o'zimni saqlayapman. Cho'qqin tepasiga qora bulutlar qoplangan. Balkim shu atrofda yomg'ir yog'ayotgandir. Mana boya aytganimda yomg'ir boshladi o'zi. Yomg'irda yog'ishini qarang. Maydalab yog'yapti o'zi. Tabiatni qarang chiroyliligini. Ana cho'qqi. Cho'qqining ustiga qora bulut turibdi. Demak, yomg'ir yog'yapti. Ham oq tog'lar. Bilmayman oti, lekin qaysi cho'qqilar joylashgan bu yoqlarga. Lekin bu yoqqa ham juda katta joy bor ekan. Menimcha shu tomondan to'g'ri Angren Ohangaronga o'tib ketilsa kerak. Shu tog'lar u yog'i Angren Ohangaron tomonlar bo'lsa kerak. O'tlarni qarang chiroyliligini. Bu tomonlarga endi adashmasam oromgohlar bo'lsa kerak. Maydontol degan joylar mana shu taraflarda joylashgan. Dam olish maskanlari bo'lishi mumkin. Chiqib kelgan joyimni bir ko'rsatdi. Mana shu o'rmonning ichidan chiqib kelyapman. Mana shunaqasiga chiqgan. Cho'qqiga pashti yetdim. Suyren ota 2042 metr balandlikda dengiz sathida. Xudoga shukr, mana yetdim. Bu yog'iga yana tog' davom etib ketgan.
Bu tomonga Parkent tumani joylashgan. Parkent tumanining Kumushkon, So'qoq degan qishloqlari mana shu tog'larning etagida joylashgan. Tabiatning ajoyibligini qarang. Qora bulutlar orasidan yorug'lik tushibdi. O'rtoqlar, chiroyli bitta manzara ko'rsataman. Tabiatning ajoyibligini qarang. Yurakka ham o'xshab ketadi. Chiroyli, a? Mo'jiza. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlaricha sunganing vijdon go'zal. O'rtoqlar, izimga qaytdim. Chunki yomg'ir boshladi o'zi. Tezroq pastga tushib olishim kerak, chunki kech payt soat o'zi 6 bo'ldi. Mashinagacha 2 soatlik yo'l. Yomg'irga bilasizlar pastga tushish qiyinroq bunaqa joylarda. Chunki oyog'ingiz toyadi. O'shaning uchun kunning yorug'iga pastga tushib olishim kerak. O'rtoqlar, mana bu yerda teraklar orasida dam olish maskani bor ekan. Hozir tushamiz. Eshik yopiq ekan. Ichkariga kira olmadim. Mashina yo'lga qo'shildik. Mana yo'limizdan chiqdi. Bu dam olish maskani dedim-ki, sufiylar hujrasi ekan. O'rtoqlar, keyingi manzillarda, keyingi so'lim go'shalarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa yurtimizning chiroyli tabiatini ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.